AI. Sun'iy intellekt hayotimizni juda katta ajralmas qismiga aylanib bo'ldi. Sun'iy intellekt bu ketishda juda ham ko'p odamlarni ishsiz qoldiradiganga va juda ham ko'p yangi ish o'rinlarini yaratadiganga o'xshayapti va shu bilan birga hozir siz o'zingiz sohangizda mutaxassis sifatida ishlayotgan inson sifatida o'zingizni hozirgi qilayotgan ishingizga, shug'ullanayotgan sohangizga sun'iy intellektni tatbiq qilmas ekansiz, siz raqobatchilaringizdan orqada qolib ketishga, umuman o'zingizni sohangizda o'sishdan to'xtab qolishga yoki yangiliklardan eng kamida xabarsiz qolib ketib qolishingizga olib kelishi mumkin. Xuddi shuni aksi, agar kim hozir o'zini sohasi, yo'nalishi ishida sun'iy intellektlarni integratsiya qilib ishlata olishi yo'lga qo'yar ekan, u odamni ishida, daromadida, yo'nalishida juda ham katta va tez o'sishlar bo'lish ehtimoli baland bo'ladi. Sababi bu narsani hozircha juda ko'p odam ishlatmayapti. Kim birinchilardan bo'lib ishlatadigan bo'lsa, u odamda katta o'zgarishlar bo'lishi aniq. Hozir men sizlarga shaxsiy brendni rivojlantirishda, ya'ni bugungi kundagi ijtimoiy tarmoqlarga chiqishingizda, Instagramga, YouTube'ga, Telegramga yetagidalik qanaqadir holatda o'zingizni blogingizni yuritayotgan holatingizda qanaqa qilib sun'iy intellektni bu yoqqa integratsiya qilsangiz bo'ladi va sizga aynan nima sun'iy intellektga yordam berishi mumkin degan savolga javob beradigan o'zbek tilida yo'q, balki butun ingliz tilida ham hozircha bunaqa ma'lumotlar bo'lmasa kerak, chunki biz bu bo'yicha birinchilardan bo'lib ketyapmiz va sun'iy intellektlar har kuni yangilanyapti, har kuni update chiqyapti va hozirgi yozayotgan holatimizda bu ma'lumotlarni hozircha menimcha hech kim bermagan va shuning uchun yaxshilab joylashib oling, berilayotgan informatsiyalarni jiddiy qabul qiling va o'zingizni hayotingizda, ishingizda qo'llashingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Demak, top 5 talik haqida gaplashamiz. 5 ta sun'iy intellektni zo'r o'zingizni mediada, shaxsiy brendingizni rivojlantirishda foydalanadigan bo'lsangiz, juda katta o'sishga bu narsa yordam beradi. Bizani birinchi o'rindagi yordamchimiz bo'ladi bu Gemini. Gemini Google AI platformasi hisoblanadi. Bunga hozir asosiy raqobatchilar ChatGPT bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi Cloud hisoblanadi. Ishoning, ChatGPTni deyarli hech kim ishlatmay qo'ydi. Deyarli hech kim desam yana noto'g'ri bo'ladi. Sun'iy intellektdan aktiv foydalanayotgan, bu yoqdan informatsiya olib uni obработка qilayotgan va haqiqiy bu narsalarni ishida ishlatayotgan odamlar ChatGPTni o'zi ishlatmayapti, chunki uni ichida ma'lumotlar juda ham sust va u bilmasa ham gapirib yuboradi, ma'lumotni o'zidan qo'shib tashlaydi va kerak emas informatsiyalarni ko'p beradi. Gemini Google'ga tegishli sun'iy intellekt bo'lgani uchun Google'da juda katta ma'lumotlar bazasi bor. Bugungi kungacha hamma bizning zaproslarimiz через Google orqali hal bo'lgan. Google, YouTube itagidalik va bu yoqdagi juda katta ma'lumotlar bazasini obработка qilgan va ancha aqlli bo'lgan sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyati sizda bo'ladi. Agar Geminini ishlatadigan bo'lsangiz, Gemini aqlliroq ishlaydi, Gemini tezroq ishlaydi, Gemini to'g'riroq javob beradi, Gemini siz yoningizga olib sizga yoqadigan gapni gapirishga harakat qilmaydi va Gemini bugungi kundagi hozirgi kundagi eng rivojlanayotgan va savollarimizga ancha to'liq javob olish mumkin bo'lgan instrument hisoblanadi. Bundan tashqari hozir Cloud juda ham tez rivojlanyapti. Sababi Amerikada ChatGPTdan odamlar massiviy voz kechyapti. Sababi ChatGPT ma'lumotlarni Amerikani o'sha harbiylariga berishi haqida e'lon qildi va ko'pchilik unga boykot qilib turib Cloudga o'tyapti va Cloud juda ham tez rivojlanyapti va Cloud joyi kelganda emas, imkoniyatlari hozircha Geminidan ancha ko'p qilib berayotgan ishlari, yengiliklari bo'yicha hozir birinchilikda turibdi. Gemini kundalik foydalanish uchun juda ham qulay. Geminini shunaqa tasavvur qilishingiz kerak. U sizni hamma narsani biladigan yordamchingiz. Ya'ni unga istalgan xayolingizga kelgan nima savol bo'lsa, ishingizda nima muammo bo'lsa, nimani tushunmasangiz, nimada qiynalsangiz, undan so'raysiz, u sizga aynan o'sha masalada, o'sha mavzuda yordam bera oladi. Gemini imkoniyatlari haqida to'liq gapiradigan bo'lsam, videomiz uzun bo'lib ketar ekan, chunki juda ham ko'p qilish mumkin bo'lgan ishlar bor. Bu yoqda botlar yasasangiz bo'ladi, Gemini bot deyiladi. Biz bunda nima qildik? Mani Telegramda bir necha yillardan beri yozib kelayotgan maqolalarim bor. Hammasini qo'lda o'zimni pochirkim bilan yozaman. Hammasini sketchat qilib oldik, fayl qilib olsa bo'ladi Telegram kanalni. Geminiga botga prompt yozib turib, bu yoqda assistent yasadik va u kanaldagi hamma ma'lumotlarni Gemini botga yedirib turib, meni shaxsiy copywriter assistentimni yasadik. Va endi men unga o'zim xohlayotgan mavzuni o'zini yozishim yetarli. U meni xuddi o'zimni stilimdagi Telegram maqolalarimni yozib berish imkoniyatiga ega. Bu kichkinagina bitta funksiyalaridan bittasi. Uning ichida juda ham ko'p yana
imkoniyati bor bo'lgan narsalar bor, uni o'zingiz bitta search qilishingiz kerak. Demak, ikkinchi volshebniy bu AI Notebook LM deb nomlanadi. Bu ham Google ga tegishli produkt hisoblanadi va imkoniyatlari shu darajada ko'pki, uni hozircha hazm qila olganim, ishlatganim o'zi menda ishimda juda ko'p o'zgarishlar, o'sishlar, yengilliklar bo'ldi. Bulardan nima, qanaqa yengillik deydigan bo'lsangiz, aytaylik, men yaxshi ko'rib eshitadigan, yaxshi ko'rib ko'radigan youtuberlarim bor. Aytaylik, Andrew Huberman degan odam bor, u o'sha neyrobiologiya bo'yicha ilmiy olim hisoblanadi va juda ko'p tadqiqotlar o'tkazgan va juda ham ko'p informatsiyalar chiqargan, ilmiy ma'ruzalar chiqargan YouTube'ga va u odamdan o'sha neyrobiologiya bo'yicha, ya'ni uyqu, o'sha psixologiya, yana shunga o'xshash juda ko'p informatsiyalarni olsangiz bo'ladi va bitta knopka bilan u odamni hamma videolarini bittada o'qitishga va hamma videolarini ichidan aytaylik, u odamda bo'lishi mumkin umumiy 100 soatli videolar bo'lishi yoki 1000 soatli videolari bo'lishi mumkin. 1000 soatli videolarni bitta knopka bilan AI ga o'qitib va ichidan kerakli informatsiyani o'zimga filtr qilib olish imkoniyati bo'ladi va u odam 1000 ta video chiqargan bo'lsa, 1000 ta videoning ichidan kerakli informatsiyani men bitta knopka bilan olish imkoniyati bo'ladi. Yana bitta joyi bor, aytaylik, men bitta odam bilan переговорga boraman yoki raspakovka qo'yaman. O'rtacha 4-6 soat u odam bilan gaplashaman va ikkalamiz o'rtamizda suhbat bo'ladi. Suhbat bo'layotgan jarayonda men diktofonimni yoqib qo'yaman va umumiy ikkalamizning suhbatimizni yozib olaman va bu suhbatimiz davomidagi umumiy bo'lgan xulosani va har bitta gaplashganimizdan so'zma-so'z o'zbek tilida juda ham ravon holatda yozib berib, menga tekst formatda fayl qilib chiqarib ko'rsatib berish imkoniyatini bizga bera oladi. Bu olamshumul yengillik desa ham bo'ladi. Ikkita odam gaplashib o'tiribdi, diktofon yoqib qo'yasiz, hammasini so'zma-so'z chiqarib beradi va suhbatdan bo'lgan xulosalarni ham ko'rsatib bera oladi, nima qarorga kelinganini va qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, o'sha muammoga yechimlarni ham siz undan so'rashingiz mumkin va u sizga o'zi avtomatik yechimlarni taqdim qilishi mumkin va hammasi sekundlar ichida bo'ladi. Juda ham tez ishlaydi. Bu juda ham zo'r imkoniyat, foydalanish mumkin bo'lgan yoki istalgan undan keyin hozir aytadigan AI produktim bilan buni integratsiya qilib turib juda katta ishlarni qilsangiz bo'ladi. Aytaylik, Iman Gajina yoki Alex Hormozi degan 4 million 5 millionlab obunachisiga ega bo'lgan YouTube blogerlar bor. Ularni siz Notebook LM orqali hamma videolarini o'qitdingiz. Aytaylik, Hormozining bittasini o'qitdingiz va Cloud AI degan uchinchi bizdagi AI, Cloud AI degan AI hozir paydo bo'lgan va u yoqda siz ishchilar yaratish imkoniyatingiz bor. Bor yo'g'i $20 shu darajada ko'p imkoniyat beradiki, uni ta'riflab tushuntirib berishim qiyin. Men hozir o'zim ham o'rganish jarayondaman va o'rganayotgan narsalarim o'zidan men shokka tushyapman, u qilib berayotgan imkoniyatlarni ko'rib. Aytaylik, men o'zimga YouTube ssenarist ishchi yasayman, unga prompt beraman, unga vazifalarni beraman, nimalar qilishini o'rgataman. U aynan o'sha ssenarist vazifalarini unga yaxshilab tushuntiraman va aynan shu joyda mo'jiza yuz beradi. Bu nima desangiz, menga aynan Alex Hormozining stilistikasi asosidagi 20 minutlik, 30 minutlik video, YouTube uchun videoga ssenariy yozib ber, mavzu mamlaqa, ichidagi informatsiyalar mamlaqa bo'lishini xohlayman deysiz. U sizga so'zma-so'z, xohlasangiz o'zbek tilida, xohlasangiz rus tilida, xohlasangiz ingliz tilida, xohlasangiz suflyorga qo'yishga tayyor qilib so'zma-so'z yozib berish imkoniyati bor. Shu davrgacha YouTube'ga, misol hozir endi men suflyor ishlatmayman, YouTube'ga mana gapirib olayotgan videolarni o'zimni ichimdan, miyamga kelgan narsalar bilan aytayotgandim. Bitta ikkita test qilib ko'rdim, menga unchalik yoqmadi. Lekin agar bu narsani cloud bilan ishlanadigan bo'lsa, hattoki Toshkent shevasida men o'zimni videolarimni unga yedirib turib, ya'ni shu vaqtgacha o'zim chiqargan YouTube videolarimni yedirib turib, meni shevamda yozib bergan deydigan bo'lsa, menga xuddi shunaqa holatda taqdim qilishi mumkin. Cloudda kompyuterga integratsiya qilinadi. Kompyuterga integratsiya qilingandan keyin siz kompyuteringiz orqali cloudga tizib berasiz va sizni kompyuteringizga sizni aralashuvingiz kirib turib, bu qaysidir vazifalaringizni bajarish imkoniyatiga ega. Hozir даже dispatch degan funksiyasi chiqdi, uni hozir endi men o'rganib chiqyapman. Unisi qanaqa bo'lyapti? Telefonning o'zidan siz kompyuteringizga vazifa berasiz. Aytaylik, meni Humoyun o'rtog'im akkauntini analiz qilgan va uni o'sha yutuqlari, kamchiliklarini topgan va o'sha xatolari bo'yicha, daromadini oshirish bo'yicha 5 ta hozirgi bozor holatiga to'g'ri keladigan tavsiyalarni PDF shaklida yozib, dizaynga solib, uni dizayn yasab yoki xohlasam sayt qilib bergan deyishim mumkin.
o'shanaqa holatga olib kelib xohlaganimcha dizayn ko'rinishida, PDF ko'rinishida и так далее menga tayyor prezentatsiya qilib menga o'sha narsani tashlab bergin deb aytvoraman. Kompyuterim o'zi yoqadi, o'zi ishlaydi. Faqat unga mana shu akseslarni ochib berishingiz kerak. O'zi yoqadi, o'zi ishlaydi, prezentatsiyani tayyorlab, o'zi sizga Telegramdan tashlab beradi. Uni Telegramingizga integratsiya qilsangiz bo'ladi, uni Instagramingizga integratsiya qilsangiz bo'ladi. Unda imkoniyat bor Instagramdan direktdan hattoki SMSlarni olib Telegramga o'zi kirib o'sha gruppangizga tashlashga. Unda imkoniyat bor sizga zaявка qoldirayotgan odamlarni обработка qilib, nomerlarini olib Telegram botda har bittasini spiska qilib ismigacha muammosigacha boshqa narsalarni yana hal qilib beradigan yo'nalishlar bor. Bizda bitta case bo'ldi. Endokrinologiya yo'nalishida ishlaydigan inson tashxis qo'yish kerak. U odamning insonlar bemorlar murojaat bilan keladi va birinchi bo'lib turib AI gaplashadi. Cloud AI o'sha Telegram botga integratsiya qilingan bizani ishchimiz gaplashadi. U odam telefonini o'zi oladi, nomerini o'zi, ism familiyasini o'zi oladi. Muammolarni o'zi yig'ishtiradi, analizlari bo'ladigan bo'lsa analizlarni o'zi qabul qilib oladi va analizlari bo'lmaydigan bo'lsa sizda mana bu analiz yo'q ekan, birinchi manbalarni topshirib mana shu analizlaringizni olib keyin bizani doktorimizning qabuliga yozilsangiz bo'ladi degan narsani qiladi. U o'sha doktor qabulini o'zi rejalashtirib beradi. Qaysi mijoz qanaqa muammo bilan kelayotganini u odam endokrinolog ishga kelganini o'zi oldiga kim kirayotganini o'zi avtomatik aniqlab tushuntirib, mana bu odamda bunaqa problema bor deb turib Telegramni o'zida, telefonning o'zida sizga tayyor informatsiyani yig'ib, tayyor qilib berish imkoniyati bo'ladi. Tasavvur qiling, target yoqos videoyingizga tushayotgan odam sizdagi hamma informatsiyasi bilan qabulingizga yozilyapti, hamma datalarni, boshqalarini o'zi topshirib bo'lgan. Bu juda ham zo'r narsa. O'zim ham juda ko'p testlarni amalga oshirib ko'rdim. Kompyuterdan yozyapman. Misol, dushanba kuni soat 2 da mana bu odam bilan uchrashuvim bor. O'shani kalendarimga qo'shib qo'ydim va 2 soat oldin menga bu narsani o'sha ogohlantirib eslatib qo'ydim. Kompyuterdan yozyapman, u yoqqa cloudga kompyuterdan yozyapman, AI ichiga yozyapman. U o'zi telefonimga kiryapti, kalendarimga ulanyapti. O'sha kunni o'sha soatga uchrashuvni belgilab turib 2 soat oldingi mana shu eslatadigan narsani bu yoqqa qo'yib qo'yapti va men hozir ichidagi bitta ikkitagina funksiyasini aytdim va bu bilan juda ko'p ishlar qilsa bo'ladi. Siz o'zingizga buni ishchi qilib yollasangiz bo'ladi. Alohida o'qitasiz. Sizni copywriteringiz bo'ladi, Telegram kanalingizni yuritadi. Alohida o'qitasiz, u sizni YouTube ssenaristingiz bo'ladi. Alohida o'qitasiz, u sizni content menejeringiz bo'ladi. Hattoki o'qitasiz, har kuni video chiqarasiz. U har kunlik chiqarayotgan videoyingizni analiz qilib sizga hisobot bera oladi. Unga ortiqcha tezda berish shart emas. Bir marta yasab qo'yasiz, u 24 soat ishlaydi va 24 soat analiz qila oladi. Misol uchun bizda mana shu xizmat ko'rsatadigan shaxsiy brend bo'yicha mijozlarimiz bo'lsa, ularga biz biriktirib qo'yamiz bu AIlarni va u o'zi har kunlik chiqarayotgan videomizni ko'rib, analiz qilib, hukida mana bunaqa kamchilik bor, o'rtasiga mana buni qo'shsam bo'lardi, videoni sifatida mana bunaqa o'zgarish qilgin deb har kunlik feedback olish imkoniyati bo'ladi har bitta videoda va bu yoqda juda ham ko'p imkoniyatlar bor. Aytmoqchi bo'lganim, eng zo'r hozirgi chiqayotgan texnologiyalardan bittasi Cloud AI hisoblanadi. Buni ham ustida ozgina ishlab, o'rganib, nima imkoniyatlar qilib berayotganini analiz qilishingizni tavsiya qilaman. Bizdagi 4-AI bu Higgsfield deyiladi. Siz hozir Instagramda ko'rayotgan chiqsa odam o'zgarib qoladigan, chiqsa misol fon o'zgarib qoladigan, chiqsa ustidagi kiyim o'zgarib qoladigan, chiqsa yana ana rasmda tinuv bo'lib qoladigan, istalgan har qanaqa AI bo'yicha o'sha fantaziyalarni Instagramda ko'rayotgan bo'lsangiz, misol men qiz bolaga aylanib qolib chiqishim mumkin, xuddi shu joy o'zida, hattoki ovozimni ham o'zgartirib qo'yishim mumkin. Endi shunga o'xshash istalgan xohlagan narsamni yasashim mumkin va bundan tashqari yana juda ham ko'p shablonlar, imkoniyatlar qilib berishim mumkin bo'lgan ishlar bor va bu o'sha platformaning nomi Higgsfield deb nomlanadi. Buni afzallik tomoni nimada? Oldin shu yilning boshigacha har xil narsani har xil saytda qilishingiz kerak edi. Etilo Nano Bananada rasmlar yasab kelishingiz, unga ixtisoslashgan Nano Banana ham Google ga tegishli. Etilo keyin Kling degan AI bo'lardi. Unda videolar yasab kelishingiz kerak edi. Yana boshqasidan boshqa narsani qo'shasiz, yana boshqasidan video ichida boshqa narsani yasaysiz. Xullas hammasini integratsiya qilib ishlashingiz kerak edi. U har bittasidan alohida podpiska olishingiz kerak, har bittasini alohida o'rganishingiz kerak. Xullas o'tdagi o'sha problemalar bor edi. Higgsfield zo'r yechim qildi. Hammasini o'zini ichiga oldida Higgsfield qilib nomladi. Etilo Kling ham buni ichida bor,
Veo 3 ham buning ichida bor, Banana ham, Nano Banana ham buning ichida bor. Har bitta update'lar buni o'zini ichiga qo'shiladi va undan tashqari o'sha jahon miqyosidagi eng zo'r chiqayotgan hozir shunga o'xshagan kontent yasashga yordam beradigan nima AI platforma bo'ladigan bo'lsa, ular bilan kontrakt qiladi, o'zini platformasining ichiga joylaydi. Bitta Higgsfieldni o'zini ichidan siz podpiska sotib olasizda, hamma joyga uje access olib ishlash imkoniyatingiz bo'ladi. Shu tomonlama bu yerdagi qulayliklari bor. To'g'ri, o'sha Nano Bananani yoki Klingni o'zida ishlaganingizdan ko'ra sal sekinroq ishlaydi, sababi baribir integratsiya o'rtada borligini hisobiga, lekin bitta podpiska bilan, ya'ni $40 yoki $30 olgan tokenlaringizni hamma xohlagan platformangizni ishlatsangiz bo'ladi. Har bittasiga alohida token olib foydalanishingiz, o'rganishingiz shart emas va o'sha siz ko'rayotgan bunaqa videolar hammasi shu yerda bo'lyapti. Bitta knopka bilan qilasiz. Juda ham oson va juda ham arzon. Keyingisi bu ham mo'jizaviy deb bo'ladi. O'zi AI bilan xayolga sig'dirilgan, hattoki sig'dirilmagan hamma narsani qilish imkoniyati bor deb bo'ladi. Heygen nomlanadi bu AI. Bunda nimalar qilib ko'rdik biz? 3 xil asosiy vazifani bajarishga ixtisoslashgan. Bu nima? Mana shu o'tirishimda hozir men video yozib beraman, 2 minutlik video yozib berasiz, siz o'zingizdan foydalansangiz bo'ladi. Xuddi shu fonda keyin xohlagan gapingizni, meni mimikalarim, xuddi o'zingizni mimikangiz, o'zingizni gapirish stilingiz, o'zingizni toningiz bilan boshqa syomka qilmasdan turib amalga oshirishingiz mumkin. Hozir men gapiryapman, faqat boshqa ovoz berasiz unga, bo'ldi. Xuddi shu joyda, xuddi shu fonda, xuddi shu kompyuterda, xuddi shu mikrofon, hattoki xuddi shu ovoz bilan sizga video tayyorlab beradi istalgan minutingizda. Bu juda zo'r imkoniyat va bu yerda fonlarni o'zgartirib qo'yib turib kontent generatsiya qilsangiz bo'ladi. Kontent zavod degan narsa o'zi ommalashyapti. Xuddi shu tartib asosida bo'ladi. Ya'ni siz studiyaga syomkaga bormasdan turib videolar uje olib yasasangiz bo'ladi. Bu narsa o'zbek tilida ko'pchilik qilyapti. Ruslar anchadan beri bu narsani qilishyapti. Ingliz tilida ham ko'p bo'lyapti. Endi siz uje boshida bizni farqiga boryaptik. Hozir uje farqlar bo'lmaydigan darajada bu narsa rivojlanib ketdi. Ya'ni men hozir shunday gapirib o'tirsam, meni AI gapiryapti yoki odam gapiryapti farqiga bora olmaysiz. Va yaqin kelajakda bu narsalar juda ham ko'p rivojlanadi va bizning gipotezalar bo'yicha 1-2 yilda hali bunaqa kontent qilsa, kimdir ko'rib o'tiradimi yo'qmi yoki hamma AI ga o'tib ketadimi degan endi bitta katta vaproslar ham bor. Ularni endi shu vaqt kelsa ko'ramiz. Glavni hozir mana shu narsalarni tushuntirib ko'rsatib ketaveraylik. Undan tashqari nima qilsa bo'ladi? Umuman yo'q odamni yasasa bo'ladi. Biz ikkita odamni yasadik. Umuman yo'q, hayotda yo'q odamlarning ikkitasini yasadik. O'zimizni fantaziyamiz bo'yicha yasadik va u odamlarni ovozlashtirdik. U xuddi yo'q odam chiqadi, g'irt odamga o'xshaydi. Xohlagan odamingizni yasasangiz bo'ladi, xohlaganingizcha yasasangiz bo'ladi va chiqib gapiradi. Mana bunaqa. Biz shunaqa qildik. Meni ismim Nigina, aytiluman hayotda yo'q odamman, meni Asror yasadi va bu videoni mana shunaqa gapiryapman dedi. Va uni farqiga borishingiz juda ham qiyin u AI ligiga agar uni mukammal yasaydigan bo'lsangiz. Xuddi shunaqa imkoniyatlarni bera oladi. Aynan Heygen va 3-chi eng katta fishkasi video tayyorlaysiz. Aytiluman bitta video tayyorladim, 30 sekundlik video yasadim va xuddi o'sha videoyimni 5 ta tilga momental navzuchi qilib berdi. Biz montajda o'sha 5 ta tildagi videoni qo'yib ketishga harakat qilamiz. Hozir men sizga 4 ta tilda gapirib beraman. O'xshasa bitta like bosib qo'yasiz. This is my voice in English. وهذا هو صوتي باللغة العربية. これは私の日本語の声です。ये हिंदी में मेरी आवाज है. E'tiboringiz uchun sun'iy intellekt shu darajaga yetib kelgan. Men bu tillarni bilmayman va bu narsani sun'iy intellekt qilib berdi va hozir til baryeri yo'qoldi. Bu nima degani? Men hozir o'zbek tilida video olib turib, bemalol uni ingliz tiliga momentalni perevod qilsam bo'ladi va u perevodda meni og'iz intonatsiyalarim bilan bir xil bo'lib o'zgaradi. Hozir o'zbekchada gapirayotgan bo'lsam, bular inglizchaga avtomatik переключаться qilib qoladi va siz uni sezmaysiz. Men ham sezmadim даже. Meni ovoz tonim ham ingliz tilida xuddi shunaqa chiqyapti. Ya'ni hozirgi ovozim bilan ingliz tilida gapiryapman. Hozirgi ovozim bilan arab tilida gapiryapman. Hozirgi ovozim bilan yapon tilida, hind tilida gapiryapman. Bu juda kulgili, juda hayratlanarli va qo'rqinchli. Istalgan tilga endi siz o'zingizni kontentingizni переключаться qilish imkoniyatingiz bor va bu narsani bizga Heygen beradi va bundan ham bemalol foydalanib ishlatsangiz bo'ladi. Umuman olganda hozir men sizlarga aytishim mumkin bo'lgan informatsiyalarni menimcha bir platformalar o'zini prosta aytib ketdim. Necha minut bo'ldi videomiz, ancha uzun bo'ldi menimcha.
qisqaroq qilmoqchi edi o'zi bu narsani. Prosta aytib ketganimda shuncha gap aytdim. Bularning ichida qilish mumkin bo'lgan imkoniyatlar hali juda ham ko'p va bu sizga aytgan instrumentlarimdan boshqa yana sizga juda ko'p AI'larni ko'rsatishim, tushuntirishim mumkin va bu AI'lar bilan har bittasini ichida qanaqa ishlashi, qanaqa o'sha o'zimizning ehtiyojlarimiz bo'yicha foydalanish va bu dasturlardan professional foydalanishni ham o'rgatishim mumkin. Faqat bu hammasini bitta videoda qilish, bitta videoda ko'rsatish imkonsiz. O'zim shaxsiy brendimni rivojlantirmoqchi edim va bu narsalarni endi AI bilan qilishim ancha osonlashibdi. Mana shuni men o'rganishim kerak. Qayerda mana shuni o'rgatadiganlar o'zi Toshkentda bormi? Mana amerikanskiy bozorda ham, rossiyskiy bozorda ham hozir bunaqa kontent qilayotganlar yo'q do'stsan o'zi. Toshkentda kimdir bormi o'zi desangiz bor. Xudo xolasa men o'zim xuddi shu AI'lardan foydalanishi, bularni integratsiya qilishi, qanaqa qilib ishlatishi va o'sha shaxsiy brendimizga bu narsalardan foydalanib turib kontent qilish bo'yicha o'zim endi 2023-yildan beri aynan tadbirkorlarga, soha egalariga, mutaxassislarga Instagramda, YouTube'da shaxsiy brendlarini rivojlantirish orqali savdolarini, daromadlarini oshirish bo'yicha o'zi dars berib kelaman. Bu narsadan ko'pchilikning xabari bor. Endi mana zamon bilan hamnafas bo'lish uchun birinchi bu narsalarni o'zim ishlatyapman va ishlatgan narsalarimni darslarimizga qo'shimcha darslar sifatida qo'shib bu narsadan foydalanish imkoniyatlarini men alohida bermoqchiman. Har bitta qismda obunachi yig'ishdi, raspakowka qilishdi, strategiya qilishdi, umuman sotuvlarni amalga oshirishdi. Juda ko'p qismlarda bularni podключаться qilish imkoniyati bor. Bularni xudo xolasa darslarimiz davomida qo'shib boramiz. Agar siz shaxsiy brendingizni rivojlantirishga qiziqib yurgan, o'ylab yurgan va darslarimizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, ayni muddao imkoniyat. Biz shu videoni izoh qismida linklar qoldirib qo'yamiz. Shu linklar orqali bog'lanib, ro'yxatdan o'tib, darslarimizga qo'shilib hozirlasangiz bo'ladi. U darslarimiz onlayn variantlari ham bor, offlayn variantlari ham bor. Ko'rishib yoki onlayn formatda ishlanadigan variantlari ham bor. O'zingizga qulayini tanlaysiz. Umuman olganda bugungi video dars foydali bo'lgan bo'lsa, voy shunaqa narsalar qilsa bo'lyaptimi hozir? Shu darajada zamon rivojlanganmi degan fikrlar sizga kelayotgan bo'lsa, videoga like bosib qo'yinglar va aynan qaysi AI sizga eng ko'p yoqayotgani va o'zingizning hayotingizda qaysi birini zo'r ishlatyapsiz, shu narsalarni qolganlarga ham foydali bo'lishi uchun izohlarda yozib ketsangiz ham xursand bo'lamiz. Salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.